so'qoqqa borib kelyapman hozir. Klient tashlab kelyapman so'qoqqa. Klient menga o'tga men programmani yoqib boraman, necha kun chiqsa o'shani berasiz deganman. Xo'p deyishgan, rozi bo'lib o'tirib va borib qo'ydim so'qoqqa. Faqat tashlab kelish kerak edi. Menga 500 rubl berdilar. 500 rubl. 500 rubl chunki ularga so'm kerak bo'lar ekan. O'tsa o'shanga puliga so'm yetmay qolmasin deb menga aytishdiki, soat Toshkentga qaytasan, rubl almashtirib o'zing ishlataverasan deyishdi. 500 rubl berishdi. Voy ko'p bu deb endi anaqa qilsak ham, lekin ko'pdir, balki ham kamdir bilmayman endi. 500 rubl ko'p-ku desam, yo'q, biz rozimiz deyishdi-da, keyin yana 100 rubl qo'shib berishdi. Cheyviya qilib. 500 rubl yo'l kiramiga 100 rubl cheyviya qilib berishdi. Endi sizlarga savol. 600 rubl so'mga necha pul bo'ladi? Birgalikda kommentariyada yozib yuboringlar. Keyin cheyvi 100 rubl oldim-ku. Sizlar necha pul olgansizlar? Cheyvi. Men so'm olmagandirsizlar. Eng ko'p olgan cheyvichilar qatoriga men kirdimmi yoki bo'lmasam hali bu kammi? O'shanga necha pul cheyvi olganinglarni shundoq kommentariyada yozib yuboringlar. 600 rubl so'mga necha pul bo'ladi? Buni ham yozib yuboringlar. Shunaqa shedri klientlardan Miss Taxidan qo'ymasin. Sizlar bilan Miss Taxi bo'ldi. Bunaqa pullarni ishlab olgandan keyin odamni ashilishsiz keladi. Ashilishamiz birgalikda. Pulli kuchi energiya oshib ketadi deb mana shunaqa yana ham ishlagilar kelib ketadi odamni. Menimcha sizlarning ham ishlagilar kelib ketadi bunaqa pul kelgandan keyin, to'g'rimi?